Bo'sh yer bo'lsa bitta ko'rsatasizmi? Bo'sh yerda olib turib o'zim didimga moslab turib uy quraman degan aka-uka, opa-singillarimiz uchun mana shunaqa bitta bo'm-bo'sh 40 ga 30 holatda, ya'ni 12 sotixli joyga kelganmiz. Mana shunaqa katta bitta joyga kelganmiz. Ko'rib turibsiz, ajoyib holatda. Daraxtlarimiz ham ekilgan katta-katta bo'lib turib, yong'oqlarimiz bor, tutlarimiz bor. Yuqori qismimizda mana olmalarimiz ham shundoqqina ekilib turibdi. 3 ta tomonimiz ochiq holatda. Bu tomonimizda mana kattagina bo'lib turib ariqlarimiz o'tgan. Ariqimizda suvdan muammo yo'q. Mana ko'rib turibsiz, yaxshigina suvlar oqib yotibdi va bu tomonimiz shlaka blok bilan bekitilgan. Xo'p, angrenliklar juda ham yaxshi biladigan Sergu mahallasi, Sergu qishlog'idamiz. Anhor ko'chasida mana shunaqa 12 sotixli, hujjat bo'yicha keladigan bo'lsak 10 sotixli katta joyimiz sotuvga qo'yilgan. Uy egalari, ya'ni mana shu joyimiz egalari 9,5 ming dollar narx so'rashyapti. Bilasiz o'zi bu joylarimizdagi narxlar 1 sotixiga 1000 dollardan hisoblanadi. Bu joyimiz 12 sotixga 9,5 ming so'rashyapti. Yana ham kelishadigan joylar bor. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib turib gaplashib baraka qilib bo'ladi. Joyimizni mana yurib ko'rsatyapman. Har bitta burchaklarini bu tomonimizda aytganimdek suvdan umuman muammo yo'q. Sotib oladigan bo'lsangiz, bu joylarimizni katta holatda mana shunaqa daraxtlarimizni ayniqsa aytmaysizman, qarang. Joyga oladigan bo'lsangiz, bu tomonga uy qurasizmi yo boshqa narsa qilasizmi? Xohlagan narsa qilsangiz, mana bu joyimizda esa tayyorgina bog'cha ekan. Oldingizda bog'cha, yo'limiz mana bu joyda asfaltdan qilib qo'yilgan. Hech qanaqa sizdan boshqa narsa, ya'ni qishloq-ku degan narsa bo'lmaydi. Shundoqqina asfalt yo'lga chiqasiz, shaharga ham 15 daqiqada yetib olsangiz bo'ladigan sharoitda. Xo'p, aytganimdek narxlarimiz 9,5 ming so'rashyapti. Sunnatiga yana ham o'tib beradigan joylari bor. Daraxtlarimiz bor. Xohlasangiz mana bunaqa olib kelib turib chorvalarni boqib, mazza qilib qarasangiz bo'ladi. Xohlasangiz uy quring, xohlasangiz mol qiling. Mana qo'shnilarimiz ko'rib turibsiz, yaxshigina sharoitda molxonalar qilib qo'yilgan. Juda ham ajoyib holatda. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Opsiyaniyaga o'tib bemalol nomerlarni ko'rib telefon qilsangiz bo'ladi. Sunnatiga o'tib beradigan joylari bor. Baraka qilib olsangiz bo'ladigan joyi. Bu joylarimizda aytganimdek 1 sotixni maydoni 1000 dollardan baholashyapti. Uy egalariga pul zarur bo'lgani uchun mana shu joyga arzonroqdan qilib beryapti. Yana ham o'tib beradigan joylari bor. Kanalimizga obuna bo'ling. Bunaqa videolar, mana shunaqa yerlar hali juda ham ko'p bo'ladi.